Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun 7-dekabr 2025-yil navbatdagilar bo'lgan chiroyli bo'lgan tunikani o'radik atroflariga. Shu izolyatsiyalar qilib baquvvat holatda qilingan. Xo'p. Mana bu joylari pinaplekslar qo'yilgan, mana kantnapollar qo'yilgan. Ichidan shumkalar yopishtirilgan. Qo'lni shumkalar bilan qilingan. Poliga uloqchilari ham bor, rezinkalari ham bor. Alohida tomiga bagaj, yoniga sondiqlari bor. Sondiqlari mana bu holatda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa holatda bo'ladi sondig'i. Mana bunaqa durgalari ham bor. Behijob. Mana bu bagaji bo'ladi. Mana bunaqa bagajlari ham bor. Murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariya yozinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.